Bugun bitta, ertan ikkita g'isht urib poydevoriga. O'zim qurgan o'z uyim bu. Loy urganman devoriga. Uyginamning hujjati yo'q. Shundan doim ko'ngil g'ashda. Bunday qarasa o'zimning uyim, lekin o'zimniki emas. O'z vaqtida rasmiylashtirib olmagan ekanman-da, shartta. Dada, keliningizni qo'ymas ekan o'z uyimizga ro'yxatga. Uyni hujjatlashtirib olay. Xudamnikida turib tursin, ro'yxatda 40-45 hafta. Shuncha muammo kerakmidi? Kaminaga qaragan paytda. Bo'sh turgan joy, tekin yer deb uyni quravergan ekanman-da. Nevaramning bog'chasiga ham hujjat so'rayapti endi. Yerni rasmiylashtirib qo'ydim. Necha marta aytdim senga? Endi uyni qanday meros qoldirasan? Nevaramga. Ha, xo'p, otam. Shu hujjatning chorasini o'ylayapman. Qoldiraman meros qilib. Hali o'lmayapman. Yaxshi niyat qilib turing. Buncha sovuq nafasingiz. Bormang taqsir. Badastirmi uyda elektr, suv, gazingiz? Goh bor, goh yo'q. Nima edi? Xavotirim aynan shundan. Aslida bu muammolar uyni rasmiylashtirmaganingizdan. To'liq foydalana olmaysiz. Suv, elektr, gazingizdan. Nima xohlaysiz bizdan? Uyi bor, hujjati yo'q. O'z uyiga o'zi ega bo'la olmagan vatandoshlar. Yerni qonuniylashtiring, harakatni bugun boshlang. Nima qilish kerak ekan? Bir martalik to'lov soliqlarini to'laysiz. So'nggi muddat qachon, akam? Yanvar 2028. Bu imkoniyat hujjat deb boshi shishib turganlarga, o'z uyiga ega bo'lish orzusida yurganlarga. Yaxshi bo'pti. Baraka top. Akangni fursati keldi. Hujjat bitsa, ko'k choyni ho'plab, dam olib yotaman endi. Senga kim qo'yibdi dam olishni? Muammo hal bo'ldi, ota. O'g'lim qani? Labbay dada. Kelinni pasportini tasha. Qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Ro'yxatda bir uyda yashab. Shuncha paysalga soldingiz. Bu yog'iga endi cho'zmang. Ha, bu yog'iga ish qanday? Dondirishni bilaman o'zim ham. Biznikini ham hujjati yo'q. Assalomu alaykum qo'shni, hormang. Hujjat yo'q, halovat ham yo'q. Siz ham ko'p paysalga solmang. Ketdim. Uyni rasmiylashtiray. Men kechikdim. Siz kech qolmang.